har xil konserva bankalar men haqimda hate videolar qilsa men ahamiyat bermaslikka harakat qilaman. Endi ba'zi ko'zim tushib qoladi. Bugun ham bittasi ko'zim tushib qoldi. Feministkalar haqida bitta video qildim. Menga o'sha javob beribdi. Javob berishim qanaqa deb o'qib beryapti. Bular ChatGPT'da rasm gap topganmi, qidirganmi, endi meni gaplarimni yozib. Xullas, ne such. Kommentariyaga kirdim. Juda ham ko'p hali ruskiy yozishni hamda ingliz tilida gapiradiganlar, meni yomonlashgan va hokazo o'zbek qizlar o'zbekcha yozadiganlar, polni молодец, to'g'ri gapiradi deb ayollar yozgan. Yaxshi bitta kommentariy ko'rib qoldim. Bu mizoginist bu ayollarni yomon ko'radigan va buni IQ'si past deb yozibdi. Demak, birinchisi IQ'm past bo'lishi mumkin. Endi bilmayman kimga qanaqa, lekin tekshirtirganda 128 chiqqan. Lekin pulim daxuya. Hozirgilarga IQ emas, hozirlarga pul muhimi birinchi o'rinda. O'zinglar shu narsani tan olgansizlar, u kelik, helik, velik deb. Ikkinchidan, mizoginiya, ayollarni yomon ko'rish. O'zbekiston 99.9% erkaklari meni g'oyamni, ya'ni haqiqiy erkaklik, oilaviy qadriyat, семейный ценности degan narsani qadrlashadi. Shu narsani qadrlamayap turgani uchun ko'p ayollar ajrashishlar ko'p bo'lyapti. Demak, agar feminizmga keladigan bo'lsa, ravnopravие, teng huquqli gap so'z yo'q. Давайте haqiqatan ham teng huquqli bo'laylik bo'lmasa. Sizlar faqat shu ofisni hamda menejerskiy patologiyalarni mo'ljallaysizlar. Xolos feminizm deganda shu ofislarda o'tirsanglar, meni buyrug'i restoranlar, erkaklar marak bo'lib ishlashadi. Sizlarni xushu-mushu deb yeydigan delikateslarni olib kelishadi bir necha oylarga ketib. Nimaga ayollar yo'q bitta ham bu sferada? Nimaga oddiygina stalbaga chiqib elektriklik qiladiganlardan bitta ham ayollar yo'q? Sizlarni tokiylarni ta'minlab beradigan хотя бы kaminshik, betonshik, sizlarni uyingizlarda fundamentini qo'yadigan bitta ham bir ayol yo'q. Erkaklar qiladi shu ishlarni. Feministkalar aylanib ketdinglar, nimaga sizlar shu ishlarni qilmaysizlar? Sizlarni krantilarda olsanglar issiq suv chiqadi. U nimadan isiydi? Ko'mirdan isiydi. Ko'mirda kimlar? Erkaklar ishlaydi 99%. Nimaga shu joyini indamaysizlar, momo qizlar? Hamma narsada tenglik qilish kerak, teng bo'lmoqchi bo'lsanglar. Bu yerda nima ketyapti? Har doimgi gap, двойные стандарты.